buzish ishlari, demontaj ishlari bo'lsa, ertaga abdush ishlaymiz-da. Bo'ldi. Bugun unda hozir sekin planlarni tushuntirib bersangiz. Hozir buzamiz. Abonni buzamiz. Eshik buzamiz. Men buzishga tayyor bo'lib kelmadim lekin. O'rganib ketamiz. Mart aka meni ishlataman deb kiygizdirib qo'ydilar mana spetsajdalarni. Lekin qarasam o'zlari ham kiyinyaptilar. O'zingiz ham ishlamoqchisiz? O'zim ishlayman, esimdan chiqib eski krossovka olib kelishmayman. Oppoq krossovkada hozir ishi yomon ketadi-da. Bu oppoq krossovkalar endi qorayib ketadi-yu. Yo'q, esdan chiqib ketibman. Spetsajdayu, lekin bitta narsaga hayron qoldim-da aka. Qo'lingizda Rolex soat. Bitta oynani 1 minutdan bo'g'aman. Baribir experience deyishadi amerikanlar, tajribasi bor bu narsadan. Buzish uchun spetsialist bo'lish shart emas. Yo siz ham qo'lingizdan keladi, ishonaman. buzib oldingiz-ku. Shuni olib tashlang. Ha, ana. Qo'lda. Bo'ldi, oling. Buni tashqariga. Tashqariga. Sizni. Yaxshi, hozircha yomon emas, shogirdim. Yomon emas. Ana operatsiya uyda bo'ladi-yu. Bularni chiqarishim. Qo'lda. O'zi zo'rg'a turibdi bu. Yig'ib oling. Ha, Yaxshi yigit, o'zim tarbiya qilganman. Kamtargina mana Gollivudda yurgan bo'lsa ham. Bitta berchasi yo'q lekin. Ana. Qarasam o'zim ishlatyapti. Sekin. Qanday qilasiz? Qani deb ishlatyapti. Keling. Ana.